Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Idi ayomlaring, hayit bayramlaring muborak bo'lsin. Men hozir bitta sizlarga bitta narsani baham ko'rmoqchi bo'ldim. Hozir men Fransiyaga mana katta parkingga turibman. Bugungi sana 30 mart Zuradashdan katta parkingga turibman Fransiyada. Mana buni qaranglar-da, qanday uslub qilgan. Mana bu ichish uchun bo'ladi deb yozgan. Suv ichsa bo'ladi. Mana bu yerga bu ichish mumkin emas. Posуда yuvishga bo'ladi, mashina yuvishga bo'ladi. U ham shunday. Ichsa bo'layotgan suv, do'stlar. Ko'ryapsizlarmi qanday uslub qilib qo'ygan? Mana. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi yukimiz mana bu bo'layapti. Italiyadan Fransiyaga olib boraman. Bu Peredni most, bilmadim nimaniki bu. Polni hammasi Peredni mostlar. Ko'ramiz qanchasini yuklaydi bu yerga. Bu safargi yukimiz rosa og'ir bo'ladi. Bilmayman. Xudo xohlasa eson-omon yetib borsak agar. Italiyaga katta baza bu yer. Mana hozir mana bunday, mana bunaqa pastdan chiqadi. Rampa ham mana bu yerni bo'ylab qo'ydi. Bo'ylab oldinga ketmasligi uchun ikki tomondan bo'ylagan. Hammaga assalomu alaykum. Duo qilib qo'yinglar.